Assalomu alaykum. Nonushta uchun yana bir ajoyib retseptni menyuingizga qo'shib qo'ying. Demak, nachinkamiz uchun idishga bir dona mayda to'g'ralgan sveji yoki tuzlangan bodring, bir dona pomidor, qirg'ichdan chiqarilgan 200 gram sir, 3 dona sosiska va dudlangan 100 gram kolbasa, 2-3 osh qoshiq mayonezni ham qo'shib aralashtiramiz. Endi lavash xamiridan lentachalar kesib olamiz. Har bir lentaga bir osh qoshiq nachinkadan joylashtirib, uni uchburchak ko'rinishda o'rab chiqamiz. Xohlasanglar lavash to'g'ri burchak kesib, shunaqa ko'rinishda tugib olsanglar bo'ladi. 2 dona tuxumga tabga ko'ra tuz qo'shib aralashtiramiz. Tuxumga lavashlarni botirib, qizigan yog'da orqa oldini qizartirib qovurib olamiz. Mana juda ham mazali nonushtamiz tayyor. Albatta tayyorlab ko'ring va videoga like bosib, do'stlaringiz bilan bo'lishishni ham unutmang.